Xudo xohlasa mana bu besmertnik o'lmas o't. Yaxshilab ko'rib oling. Dodini beraverar, uncha-muncha kasallik, tushundingizmi? Ya'ni ayniqsa xolististik borku, o't qopi, shamollashi, pankreatitga ham zo'r yordam beradi. Qoningiz quyuq bo'lsa, suyultiradi. Qumi bo'lsa, o'tdagi qum, yana buyrakdagi qumlar ana shularni tushiradi. Lekin toshi ko'plarga tosh katta bo'lsa mumkin emas, aytib qo'yay. Oyog'ingiz muzlab yuradi-ku. Вообще zo'r mana. Tushundingizmi? Aterosklerozga. Qonni filtradi, qonni tomirlarni ochadi. Xudo xolasa. Tushundingizmi? Buni qanday tayyorlash kerak? Bir osh qoshiqini yarim litrga damlab qo'ying, 1 soat, yarim soat. Sapsariq bo'ladi, shiringina. Bosavering adini. Xo'p deng. Tushundingizmi? Eshitdingizmi? Xolististik o'tni zo'r haydaydi. O'tdi. Tushundingizmi? Protoklar tiqilib qolganmiz. Mana shunday. Tushundingizmi? Mana tomog'imda gapirayotganlar, baraka topkurlar. Biz ham odammiz. Oilaviy ko'pchilik kasal bo'ldik. Propolis nastoykasi. O'pkaga o'tib ketgan ekan shamollash, o'pkaga. Tushundingizmi? Hansirayotgan payt g'ij ovoz chiqayotdi. 2 kunga. Ko'zini o'ydi, tushundingizmi? Ikkilik shprits bilan shunday tortib, ikkilik shprits bilan sutga solib. Erta bilan kech qo'chon. Mana shunday, tushundingizmi? Gazini bosinglar, qaroch. Propolis nastoykasi, zo'r.